Assalomu alaykum aziz obunachilar, Nursul kanalini ashaddiy kuzatib boruvchi aziz do'stlar, mana xudo xolasa ko'rib turgan obyektlarni noldan boshlab korobka holatigacha ponni bitkazib berdik. Chizmalarni ham o'zimiz uy egasi bilan kelishib, shu uy egasini o'ziga moslab zamonaviy qilib berdik. Aziz qadrdonlar, mana ko'rishingiz mumkin. Bu joylarimizda mana shunaqa hollar figurali bo'lgan. Ko'cha tomondan pasatimiz 15 metr, darvozaxonamiz 3,5 metr qolgan aziz qadrdonlar. Keyin aziz qadrdonlar, mana bu yerda bitta lestnitsa xonamiz. Bu yerdan bitta lestnitsa qo'yilgan va tagi podval qilib berganmiz. Ularni ham betonlar. Bu yerda bitta xonamiz 4 ga 4 metrlik va bu yerga pechka uchun joy qo'yib ketganmiz va bunimiz mehmonxona. Havo uchun dimoxotlar qo'yib ketganmiz. Mehmonxonamiz 4 ga 6 metrlik. Bitta mehmonxonamiz bor aziz qadrdonlar va bu yerda mana bitta yotoqxona 3,5 ga 4 metr. Yana bitta bu yerda yotoqxona 3,5 ga 4 metr. O'rtadan pechka uchun joy qo'yib ketganmiz. Ikkita xonani bitta qilib istalgan. Va bu yerda saunzelimiz bor. Saunzel etagi bekiladi va bu yerdan kirish xoti oshxona bo'ladi. Bu joyimizda bitta. Va o'rtada bu yerda ham bitta pechka qo'yib ketganmiz. Ko'ryapsizlar, bu yerda bitta pechka bor. Shu ikkala xonani isitadigan bo'lib, u bo'lgan. Bu yerdan tashqariga chiqish xoti bo'ladi, lestnitsa tushadi. Va endi bu koridorimiz 2,30 ga chizganmiz. Aziz qadrdonlar, mana bu yerda oldi ko'rinishi. Bu yerda ikkita rimustun va tepasi kadro qilamiz. Bu joyimiz keyin yilga qoladi, sababi mablag'am ujimashgacha yetib keldik. Xolasa keyin yaponiya qilamiz. Bu joyda qilgan usta akalarimiz bilan bir qator ketgan rasxoti, materiallarni hammasini obzor qilamiz. Aziz obunachilar, bu joyimizda betonlarni oldin obzor qilganmiz. Endi betondan keyin bu yog'ini ham yana bir kelib qilib berdik. Mana shu usta akamiz qilib berdi. Usta aka, hormang. Salomat bo'ling. Bu yerda ketgan rasxotlarimiz bir qator aytsak, nechta g'ish ketdi, ya'ni nima ishlar qildinglar? 5000 ta pishiq g'ish ketdi. 5000 figuralar bilan. Aha. 1650 ta gazablok ketdi. 30 ga 60 20. Gazabloylarni qanchadan oldinglar usta aka? 16000 dan kelib tushdi bu yerga. Usta haqqi 7000 so'mdan. 7000 so'mdan. Hamma instrumentlar bilan kelganmiz, lesalarimizgacha kelgan. Hamma instrumentlarimiz o'zimizdan. Aha. 60 kilo ketdi. 25 kilolik. 28000 dan olindi. Endi mana kolonnalarimiz buni qiladi. Narxlarini bir aytib kelsangiz, sismalarimiz metr 140 mingdan. 140 mingdan qo'yildi. Har biri. Rimechkalar sisma poyez 100 mingdan. 100 ming so'mdan qo'yildi. Rigilimiz 160 mingdan. Mana shu holatiga o'sha usta puli qancha ketdi? Endi mana shu pirmechga. G'ishini o'ziga 25 million oldik. Hozir 26 million bo'lyapti sisma rigil. O'sha 50 million, 51 million pul bo'libdi. Mana shu holatiga yetib kelibdi. Qayerlargacha xizmat qilasizlar? Bu pleshtlarni ham o'zimiz qilganmiz, bu joylar proyekt hamma yo'g'ini hammasi o'zimizdan bo'lgan. Vodiy bo'ylab Andijon, Qo'rg'ontepa, o'sha Andijon-dicha. Xudo xolasa bu yog'idan Namangan bizga yaqin joylarga borib xizmat qilib beraveramiz. 50-60 kilometr uzoqlikda boraveramiz. Aziz obunachilar, kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 0 dan boshlab korobka holatigacha ishlaylar chiroyli qilib bitkazib beramiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.